grammatika bo'yicha kitoblar, juda ham minglab kitoblar topish mumkin bo'lgan zamonda nima uchun aynan Murphy kitobi tanlab olingan? Uchinchi sababiga keladigan bo'lsak, endi boshqa kitoblarga hurmat saqlagan holatda aytaman bu narsani, ya'ni grammatik kitoblarga deylik. Bu kitob biznes uchun ishlab chiqarilmagan. Ya'ni bu shaxsiy fikrim 100% shu o'quvchiga, studentga foydali bo'lishi uchun, grammatikani oson o'rganishligi uchun ishlab chiqarilgan. Boshqa kitoblarni ko'radigan bo'lsangiz, handout shaklida hozir o'quv markazlarida 90% da handoutlardan foydalaniladi. Ya'ni u kitobdan u grammatikani, bu kitobdan bu grammatikani shunday qilib terib o'zlari bitta kitob yasashadi. Kitob yasab turib keyin o'quvchiga taqdim qilishadi. Taqdim qilayotgan o'qituvchilar esa native emas birinchidan va bu ularni kitobni yig'a olish darajasini ozgina shubha ostiga qo'yib qo'yadi rosti. Ularni tanlayotgan materiallari to'g'rimi yoki noto'g'riligini tekshirib chiqish kerak. Bunga men ham qodir emasman, chunki men ham native emasman va lekin buni professionallar ko'rib chiqish kerak-da endi. Ya'ni u kitobdan u grammatikani olinsa, bu kitobdan bu grammatikani olib, o'quvchiga handout qilib berilsa, o'quvchi handoutni yig'ib borib o'zi bitta kitob yasa olmaydi. Masalan, bitta handout yoqib qoldi. Yoqib qolgandan keyin o'sha kitobni izlashni boshlaydi. Izlab topdi ham deylik. Topgandan keyin undagi qoidalar bundagi qoidalar unga to'g'ri kelmay qolishligi mumkin. Chunki grammatika bu juda ham tricky. Ya'ni bitta joyda to'g'ri kelgan qoida ikkinchi joyda to'g'ri kelmasligi mumkin. Hattoki bitta kitobda to'g'ri kelgan qoida ikkinchi kitobda to'g'ri kelmasligi mumkin. Chunki ingliz tilida deyarli har soniyada o'zgarish bo'ladi. Shuning uchun ham nima deydi? Murphy kitobi lekin birinchi mana boshidan bir narsa boshlanadi-da, keyin tugaydi. Shuning uchun ham bu kitob tanlangan. Eng asosiy sabablardan biri shu o'zi aslida. Ya'ni bola bitta kitobni olsin-da, bir narsani boshlasin va bitta asosiy professional grammatika o'qituvchisini fikrlaridan uzoqlashmagan holatda shu bitta dasturni tugatsin.